MTS aloqa operatori. Diqqat, bu o'quv signali emas. Ertadan boshlab ish va o'qishlar bekor qilinadi. Noma'lum kasallik holatlari ko'paygani sababli Barxan 7 nazorat organi karantin joriy etadi va aholini majburiy tekshiruvdan o'tkazishni boshlaydi. Iltimos, hokimiyat vakillari bilan hamkorlik qiling va o'zingizda dastlabki alomatlar bor-yo'qligini darhol tekshiring. Birinchi belgi ko'zlarning yengil qizarishi va ko'z mushaklarining shishishi. Ba'zi hollarda egzaftal kuzatiladi. Bunda ko'z olmalari biroz oldinga chiqib turadi. Nazorat organi xodimlari bilan muloqotda ko'zoynak va linzalarni yechib turing. Ikkinchi belgi unutuvchanlik va apatiya. Agar siz to'satdan ishga va kundalik majburiyatlarga qiziqishingizni yo'qotgan bo'lsangiz, bu haqda albatta nazorat organi xodimiga xabar bering. Uchinchi belgi betonning silliq yuzasi sizni o'ziga jalb qila boshlaydi. G'alati ovqatlanish odatlari paydo bo'ladi. Masalan, qattiq narsalarni g'ajish istagi. Nazorat organi tomonidan o'tkazilayotgan testlardan hech qachon bosh tortmang. Agar sizda alomat tasdiqlansa, sizni shahar shifoxonasining karantin bo'limiga olib borishadi. U yerda shifokorlar kasallikning tarqalishini to'xtatishga harakat qilishadi. Agar sizda 2 yoki undan ortiq alomat aniqlansa, uyda qoling va nazorat organi xodimlaridan boshqa hech kimga eshikni ochmang.